Mana mashg'ulotni ham boshlab oldik. Endi Oybek, Dilnoza, Muslimaxon sizlar so'zlarni yozishda davom etinglar bergan vazifamni. Samidaxon, Aziza sizlar ham kitobni o'qishga harakat qilamiz. Demak, o'tgan safargi mavzuyimizda barchalarga she'r bergandim. Shuning uchun bugun agar kim o'sha she'r yodlab kelgan bo'lsa, tayyor bo'lsa, qani kim tayyor she'r aytib berishga? Oybekjon sizmi? Turing, Hasanov Oybek she'r o'qib beradilar. O'tgan safargi mashg'ulotimizdan erkin mavzuda istagan she'ringizni o'qib bering, ifodalar qilib. Turing. Quloq solamiz. Mol dunyo o'qolni kiri. Quloq osma turli nayranga, yomon illat millatning sho'ri, yuz o'girmalu vatanga. Qanday yaxshi insonlar o'tdi. Bizlar uchun tinchlikni saqlab, o'z jonidan kechib ham ketdi. Kelajakni baxtini xohlab, atrofingga yaxshilab qarab. Qurilmoqda turli imorat, o'z elingni koriga yara, mehnatingdan toparsan rohat. Halovat bu eng ulug' ne'mat. O'z uying bor, o'lan to'shaging, ko'plar aytsa otangga rahmat, onang deydi bolam, yashagin. O'z vataning g'ururing, oring, sen tufayli ko'rkamroq bo'lsa, uy to'rida suyukli yoring, farzandingni allab tursa, tarbiya qil o'g'il qizingni. Yuragida bo'lsin sadoqat, chin o'zbekday tutib, o'zini keltirishar senga ham rahmat. Chin o'zbekday tutib, o'zini keltirishar senga ham rahmat. Barakalla, qarsa. Yaxshi, Oybekjon juda chiroyli tuyg'ularni ifodalovchi she'r o'qidilar. Qani kimda yana vatan haqida she'r bor? Mustaqilligimizni 32 yillik munosabati bilan hamma to'yga to'yona qilib va qo'ldan kelgancha tuhfasi bilan keladi. Dilnoza, sizda she'r yo'qmi? Yodlab kelmadingizmi? Keyingi safar, ha? Xo'p. Dilnozaxon, siz qaysi harfda qiynalyapsiz? Shuni ayting bizga. Qaysi harf yozishda qiynalyapsiz? Qaysi nuqtalarni esdan chiqarib qo'yapsiz? Hozircha qo'limdan kelganicha yozyapman. Xo'p. Eslolmay qolgan harflarimni so'rayman. Xo'p, barcha harflar yodlangan, ha? Yodingizda? Albatta. Do'stlar bilan birgalikda bir-biringizga yordam berib yozamiz. Bu ancha sabr, toqatni, matonat talab qiladigan dars. Muncha odam bunga sabr, toqati yetmaydi. Shuning uchun yarim yo'lda tashlab ketganlar ham bor. Kimki maqsad sari oxirigacha borsa, albatta maqsadga yetadi. Tushunarlimi? O'tiring. Muslimaxon qiynalmayapsizmi? Yo'q. Samidaxon, o'qishga qiynalmayapsizmi? Yo'q. Azizaxon, sizda she'r bormi? Yo'q. Demak, biz mashg'ulotda davom etamiz. Barmoqlarni mashq qildiramiz. Samida, Aziza, sizlar yozishda davom etinglar.